Aldı bilen, siz bir mutaxassis bulup süpütünüz bilen, bu qatımqı Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ki bu 7 Xitayni bütünley tutqan lekin bir hafta bula bulmayla onun bütün suretlerini aşkarlap tutqun qılğanlığını bildirdi. Nəhayəti dövlət hal qılğan bir cinayet guruhi. Bu İstihbarat Teşkilatı'nın ki icra qılğan bu hareketiga ve bu Xitaylarning ki elib bağın bu yerdeki iş hareketlerine bir mutaxassis bulup süpütünüz bilen qarığa vaqtınızda nimelerni his qıldınız aldı bilen? Aldı bilen ben bu xabarni ko'rgan vaqtida birinchisiga hayron qolmadim, chunki bu elib borgan bu ishbiyonlik hareketida qo'llanilgan texnika amaliyotda bor bo'lgan burundan qo'llanilib kelayotgan shu shu abonentlarninki ma'lumoti bo'lmagan sharoitda shularninki o'rnini iz qo'g'lash yoki bo'lmasa shularning ustidan uchur egallash bu azaldan bo'lib kelgan narsa. Bu mediada keng hozirga kelguncha bu to'g'riliq bir narsalar so'zlanmaganligi uchun yoki bo'lmasa bu bir hammadan biladigan bir maxfiyatlik deganga o'xshash bir narsa bo'lib saqlanib kelganligi uchun bu men texnikalik jihatdan hayron qolmadim. Ama siyosiy jihatni aytgan vaqtida yoki bo'lmasa Xitoy davlatininki bir NATOga tava bo'lgan bir davlatda hech nimadan ishkilanmay turib, nihoyatda dodillik bilan bir guruhni tashkillab shu yerda turayotgan Uyg'urlarning ustidan axborot to'plashini ko'rgandan keyin meningda bir xil nihoyatda bir ciddi holat ekanligini his qildi. Bu yerda ciddi holatni his qildi degan vaqtida yaqindan beri shu Xitoyninki davlat sirtida turayotgan bo'lib shu chet elda yashayotgan Uyg'urlar bo'lib O'rta Osiyo, Turkiya, shunday hozir barbara shu Yevropadagi davlatlardagi Uyg'urlarning ustidan ishbiyonlik harakati olib berib, shu Uyg'urlarni yaqindan kuzatishga tirishchanlik olib berayotgan bir ishning parchasi, hatto uningki darajasininki yana bir baldaq ko'tarilganligidan men biroz cho'chidim. Mana ikki jihatdan bir texnikalik, yana bir jihatdan navbatdagi vaziyat haqida ikki xil ta'sir paydo qildi. Xo'sh. Doktor, haqiqatan deganingizdek Turkiyadami nihoyatda muhim shu mutaxassislar Turkiyaning nurg'un kanallarida buni nihoyatda tafsiliy holatda buningki ko'rilmagan, bundan burun ko'rilib baxmagan darajadagi cho'ng bir operasyon, bir harakat ekanligini istihbarat MIT'ninki, Milliy istihbarat tashkilotininki g'alabali shaklda bu shaykilni, bu josuslik guruhini betkit qilganligini ba'di